ko'zlari o'ynagan edi deb Diyorini голосовойлari bor. Просто odamlarni подставлять qilgim kelmaydi-da, голосовойлari bor. 3 oy men bilan yashamay, meni bo'ynimga ilmoqchi dedi. Dedi, men ular bilan yashaganman. Meni ona sherdi qizlarini ko'zi alang-jalon голосовойларni eshitib, ashunda ham ko'mib qo'yuvdim. Aralashmayman, qo'yinglar, eshitmadim ham. Balolarga qolmay dedim. Endi mendan yangi informatsiyalar eshitilasan. Endi men gruppaga tashlab beraman. Просто Diyorni jalka, Diyorni ehtiyot qilyapman. Unga tashlab bering, onnani ketaver. Meni qizlar bo'lib, yigitlar bilan gaplashib yurar ekan. Голосовой tashlab beraman. Tashlab beraman. Diyor aytyapti. Diyor aytyapti. Qizlari o'shanaqamidi. Rasul urarkanda shunchun. Ashuncha urarkanda Diyor tan olmabdi, ey. Голосовойda opa men boshqasiga aytyapti, menga emas, menda Diyorning qo'tag'i ham yo'q. Telefon qilibdi-da. Opa shunaqa bola 3 oy menman yashamagan u jalab, 3 oy yashamagan, lekin bo'ynimga kelyapti. Oxiri Moskvaga qochirib yuboribdi ayasi. Shallava, amingaska jalab, senga o'xshab 7 ta erdi qo'tag'ini yeb, 4 ta bolani har xil ota-onadan tug'ib, Turkiyalarga borib mama ro'za bo'lib, amim yegan jalab masman, shallava. Shallava. Turkiyada jalab ham sotardi ekan, qizlarda sotardi ekan. Maşallah va konchunniy bo'lgan. Voy opa, siz hali bilmagan informatsiyani aytib beraman. Bugun mana голосовойлар keldi. Voy bilan. Ha, shunaqa. Ha, Diyor 3 oy yashamagandan keyin bu bola bo'lgan ekanmi? 3 oy yotmagandan keyin. Ha. Shuning uchun DNKni o'tag'imga dedi, qissin DNKni dedi. Hammani yebdi dedi, qo'tog'imni yebdi dedi. Ayasi ham, o'zi ham. Biz qaynani duosini olganmiz. Birinchisini ham, ikkinchisini ham. Alhamdulillah. Bizni qaynamiz o'zing yo'q desa, birinchisiga, ikkinchisiga xo'p bo'ladi deganmiz qaynamizga. Jalab, sen qaynang bilan amala chiqaraman deb uylariga dom. Qaynayni uraman debsan, amdi bolasi. Alo. Ruslar. Ko'tarmaydi, duxu yo'q. Duxu yo'q, ko'tarmaydi.